Keling, sizga bir foydali ma'lumotni aytaman. 120 ga 60 lik keramagranitlarni polsuxoy rastvorga qanday qilib mustahkam qilib o'rnatishni video davomida ko'rsatib o'taman. Videoda ko'rishingiz mumkin, oldin kafelni qo'yib, urib tekizlab olinadi. Keyin tekizlab olingandan keyin loy kam joylariga yana qayta loyni tashlanadi, yana tekizlanadi. Kafelni qo'yib uriladi, tekizligini ko'riladi, kam loy yana tashlanadi. Video davomida ko'rib turibsiz. Jarjimlar qo'yiladi. Suv quyiladi yanada mustahkam bo'lish uchun. Keyin kafelni orqasiga kley surkalib uriladi, tekislanadi. Mana shu holatda qilinsa, mustahkamligi ancha baquvvat bo'ladi, uzoq yillar xizmatingizni qilib beradi va ko'ngildagidek baquvvat bo'lib chiqadi. Videoda ko'rib turibsiz, har bir kafelni qayta olib qo'yib, loyni tekisligini ko'rib, kam joylariga yana qayta loy tashlab berilyapti. Keyinchalik vaqt o'tgandan keyin loy qurigandan keyin taqillagan ovozlar eshitilmaydi. Kafelni orqasiga bir tekisda loy tushsa, shunda mustahkamligi ancha yuqori bo'ladi va ko'p yillar xizmatingizni qilib beradi. Albatta, tekislangan loyga suv quyish ham juda muhim, chunki suv quyilsa loyimiz yanada namligi yuqorilashadi va kley bilan birlashishi juda yaxshi bo'ladi. Polga katta formatda teriladigan kafellarni mana shu uslubda tersa, maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'ying.